Husanov maydondagi eng yaxshi futbolchi edi. Gvardiola. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, tezkor xabar va yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kecha 7-yanvar kuni Angliya Premyer Ligasi 21-tur doirasida Manchester City o'z maydonida Breytonga qarshi 1-1 hisobida durang qayd etdi. O'yindan so'ng Manchester City bosh murabbiyi Pep Gvardiola, debyutant Max Allen hamda O'zbekiston terma jamoasi futbolchisi Abduqodir Husanovning o'yinini yuqori baholadi. Ular juda a'lo darajada o'ynashdi. Husanov ajoyib edi. U orqada uzun paslar bilan bizga katta yordam berdi. Abduqodir hali o'sishi kerak. O'yinlarda yanada ko'proq ishtirok etib, o'zini to'liq namoyon qilishi lozim. Bugun u maydondagi eng yaxshi futbolchi edi, dedi Gvardiola. Shuningdek, ushbu bahsda haftaning boshida ijaradan qaytarib olingan Allen himoya markazida Husanov bilan birga harakat qildi. Uchrashuvning 40-daqiqasida Erling Haaland penaltidan aniq zarba bilan hisobni ochgan bo'lsa, 60-daqiqada Kaoru Mitoma tomonidan kiritilgan gol uchrashuvda durangni ta'minladi. Shu tariqa Manchester City ketma-ket 3-o'yinda ham durang bilan cheklanishga majbur bo'ldi. Ma'lumot uchun, hozirda Pep Gvardiola shogirdlari Angliya Premyer Ligasi turnir jadvalida 43 ochko to'plab, peshqadam Arsenaldan 5 ochko kam topgan holda 2-o'rinda bormoqda.